qizni tashlab ketaveradigan tanishinglar bormi, tushunyapsizlar? Haftada bir emas, kunda bir hafta tashlab ketishadi u bolani. Mana shu zeriksa, mana qizlar ham zerikib turibki, mana shu bola bilan gaplashib tashlab ketamizmi desa kerak deyman-da, bilmayman shu. Yo sen men ko'rayin, nimaga bunaqa tashlandi qo'yib qo'ygansan? Qanday seni har doim tashlab ketishaveradi? Yo hali bizga tashlayotgan degan go'ruslaringni tashlab qo'yapsan qizlarga ham kechqurunda. Bilmayman nima unaqa ekan deydi. Siqilishda endi qo'yaverasizlar. Mana turkcha lyuboy qo'shiq, hali senga yuradi stikerini qo'yib, mana istoriyani yopishtirishni biladi. Siqilayotgan bu. Voy, mo qo'shiq vatan haqida aloqasi yo'q. Ummonni o'zlari eshitmagan qo'shiqlar asli bolada bor, tushunyapsizlarmi? Yana o'zicha haligina aqlli bo'ladi. Bahordan keyin yoz keladi deydi. Yozdim, kelmadi deydi. U yoz deb faslda aytgan, dodir. Yoz yovon degan so'zni o'qib olib ham yozib yora olmagan. Sal burding bo'lsin, o'nni yo'q desiz. Asnaqa yozib beradi, asnaqa so'zlarni o'qib olaman. Umar Hayyom aytgan ekan deb. Aytmagan uni deb Umar Hayyom. To'g'ri. Aytgan bo'lsa ham kayfda aytib bergandir. Tiqishtira olmay Umar Hayyomni.